Yovvoyi kelin. Detektiv sarguzasht roman. Muallif Nabijon Hoshimov. Ikkinchi qism 11-bo'lim. Farzandlar isyoni. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu siz uchun bir soniyalik ish xolos, biz uchun esa bu juda ham muhim va keyingi qismlarini yanada tezroq tayyorlab taqdim etishimizda asosiy turtki bo'lib xizmat qiladi. Iltimos, obuna bo'ling. Faqat ortidan kirib kelgan uchuvchilardan biri "Nima gap sohib?" deya so'ragandagina o'ziga keldi. Ular o'lishibdi. Kim? Yaqinlarim, deya oldi u arang. Nima, ular tirikmidi? Ha, unda qanday qilib bir-birlarini ko'mishgan? Sarvarni o'rinli savol o'ylantirib qo'ydi. Ha-ya, Safaryor o'lgandir. Sabohat uni ko'mgandir. Lekin unda Sabohat qayerda? U shunday o'yga borgach, darhol uchuvchidan so'radi. Sizlarda berkurak bormi? Nima, kavlab ko'rmoqchimisiz? Ha, bu juda muhim. Hozir olib kelaman, dedi u va ko'p o'tmay asbobni ko'tarib keldi. Sashka, bu yerda tilla taqinchoqlar bo'lishi kerak. Ulushingni beraman, qidirib ko'rchi, iltimos. Uchuvchi bu gapdan so'ng kurtkalarini yechib tashladi-da, ishga astoydil kirishib ketdi. Hatto o'zing kechir xudoyim deya cho'qinib oldi. U tilla dardida kuyib-pishib ketgan bo'lsa, Sarvarning yuzini qo'rquv, hayajon va sovuq ter qoplagandi. U murdaning yuzini ohista ochib ko'rdi, lekin hech nimaga tushunmadi. Sashka, senda gugurt bormi? Yondirgich bor. Ber bu yoqqa. Sarvar olovni yoqdi-yu qo'rqqanidan qichqirib yubordi. Murdaning shoxi bor edi. Xullas, xazina qidiruvchilar hech nima topa olishmay quruq qaytishdi. Lekin Sarvarning ko'ngli to'q bo'ldi. Demak, Sabohat tirik. Izlasa, uni albatta topadi. Shundan so'ng Sarvar o'z vataniga kapalak nusxa galstuk va qora ko'zoynakda xorijiy ishbilarmon va qochoqlar homiysi sifatida ularga qo'sh tirnoq ichida amaliy yordam ko'rsatish masalasida keldi. Mehmondorchiliklarning birida o'z otasi Shoazim Shohaydarovich haqida surishtirdi. U kishini qayoqdan taniysiz? Deb so'radi bir mahalliy mezbon. Shoazim janoblari mening otam bilan Moskvada tanishib qolishgan ekan. Unda men yosh bola edim. Istanbulda yashardik. Biznikiga bir marta mehmon bo'lib kelishgan edi. Ha, u kishi hozir bor, Toshkentda yashaydilar. Bir o'g'ilchasi ham bor edi shekilli. Ha, u halok bo'lgan, ancha bo'ldi. Istasangiz Shoazim akaga xabar qilamiz, yetib kelishadi. Hojati yo'q, men yanagi hafta o'zim Toshkentga boraman. Qochoqlar orasidan aynan giyohvandlarni topish anchagina mushkul edi. Shu tufayli ishga xohlovchi sog'larni ham yollay boshladi. Nusrat esa otasi va akasining iltimosiga ko'ra yollangan dastlabki yakka-yu yagona O'zbekiston fuqarosi edi. Lekin falakning gardishi bilan u ham Sabohatning o'gay o'g'ilchasi bo'lib chiqdi. Ana taqdir-u, ana hazil. Yana Sabohatning iltimosi-chi? Umrida bir martagina iltimos qilyapti axir. Nima qilsam ekan, biror bahona topib, uni uyiga qaytarib yuborsammi? Nima deyman? U endi ana shunday savollarga javob topmog'i kerak edi. Sohib janoblarining boshi qotib qolayotgan bir mahali Akramjon akaning xonadonida shunday ham isyon ko'tarildiki, isyonga albatta hidoyat bosh-qosh bo'ldi. Anvarni o'rtaga olib, gijgijlashlar o'z samarasini berdi. Mehmonni kuzatib, Nusratning qolaversa o'zining taqdiri ijobiy tomonga hal bo'lganidan mamnun holda mehmonxonada yonboshlab, choyini xo'rillatib ichib o'tirgan Akramjon akaning oldiga ohista tomoq qirib, Anvar kirib keldi. Assalomu alaykum ota. Va alaykum. Kel o'g'lim. Qalay, charchamadingizmi? Shukr, rahmat. O'zing bardammisan? Kel, choy ich. Rahmat ota. Uzr, bir masalada.
bemalol. Otasining yaxshi kayfiyatini buzishga Anvar negadir botina olmadi. Ikkilanib qoldi va chiqib ketishga taraddudlandi. Uzr, boshqa safar kirarman. Yo'q, ko'rib turibsan, kayfiyatim yaxshi. Har qanday iltimosing bo'lsa tortinmay aytaver, dedi ota tilagingni degan ma'noda. Yo'q, unaqa zaruratim yo'q. Iya, gaping bo'lsa, gapir, bo'lmasa masalangni ayt. Yechilmaydigan bo'lsa, birgalashib bosh qotiraylik. Umuman yechilmaydigan masalaning o'zi bo'lmaydi. Faqat ozgina toqat qilinadi, o'ylab ko'riladi. Shunaqa yo'l ekan, nozikroqda. O'g'lim, bu yerda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q. Nima, xotining? Yo'q, hammasi yaxshi. Qimor o'ynadingmi? Nimalar deyapsiz? Dedi Anvar e'tiroz bildirib. Ayt bo'lmasa odamni xit qilmay. Shu nima desam ekan? Siz sal shoshilmadingizmikan? Dedi u iloji boricha muloyimlik bilan. Yo'q o'g'lim, Nusratni jo'natib to'g'ri ish qildik. Uning oilasini saqlab qolish, avlodimizni asrash burchimiz. Men Nusrat masalasida emas. Akramjon aka o'g'liga yalt etib qaradi va hammasiga tushundi. Demak, farzandlari uning uylanishidan norozi. Buni vakil qilib kiritishgan shekilli. Lekin endi kech. Birinchidan nikoh o'qildi. Ikkinchidan u endi ko'nglidagidek ayol topdi. Nogironligi ayb emas, davolasa bo'ladi. Yoshlar. To'g'ri, avvaliga qarshilik qilishadi, keyin o'rganib ketishadi. Qayoqqa ham borishardi. O'g'lim, dedi ota salmoqlanib, choydan bir xo'plab olarkan. Inson avvalo qarimasin ekan. Qariganida esa bu musibat umrning zavoli. Lekin men yana qancha bilmadim-ku, yashashni xohlayman. Qo'y, qilgan ishimni ayblama. Yo'q, men ayblamayman. Sizni boshqalar ayblashyapti. Kim? Dedi Mo'ysafid piyolani to'q etib tashlarkan. Odamlar, mahalla-ko'y. Nega? Bu ayolni yaxshi bilisharkan-da, dedi Anvar boshini quyi egib. Ota farzandiga endi jiddiy e'tiborini qaratdi. O'ylab gapiryapsanmi? Ha, uni o'tmishini sal surishtirishingiz kerakmidi? O'tmishiga nima qilibdi? Suyuqoyoq bo'lgan. Akramjon aka ich-ichidan kulib, boshini pastga qarab silkitdi. Ahmoq bola-ey, sen mening oldimga qaysi espasning gapini ko'tarib kelding o'zi? Buni aniq bilaman, ota. Ota o'g'lining ko'zlariga zimdan boqdi. Anvar esa yana yerga qarab oldi. Xo'sh, gapir. Gaping ichingda qolib achib ketmasin tag'in. Ota, faqat o'zingizni bosing. Asabiylashmang, iltimos. Erkakchilikda siz ham bilmay Mo'ysafid xon taxtaga asabiy musht tushirdi. Nimani bilmabman? Hali o'zini yoqqani ham yolg'on dersan. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu voqea qo'shmachining uyida, kayfchilikda, sigaret tufayli. Qayerdan bilasan? Men ham haligi... Voy hayvon, iflos, gapir. Nima haligi? U yerda bo'lganman. Ota ikkala mushtini siqdi-da, xon taxta ustiga qo'yib, peshonasini mahkam tiradi. Yo'qol, ket. Anvar qo'rqa-pisa o'rnidan turdi. Uzr ota, xafa bo'lmang. Issig'ida bilib qo'ying dedim-da. Ota ket degandek qo'li bilan ishora qildi. O'g'li ohista chiqib keta boshladi va otasiga oxirgi bor xavotir qarab qo'ydi-da, eshikni yopdi. Ko'p o'tmay eshikka piyola urilib, chil-chil singani eshitildi. Tashqarida uni quchoqlab, o'pib olgan Hidoyat opasi bir cho'chib tushdi. Lekin u benihoya xursand edi. Yashavor uka, boplading, der edi u tinimsiz pichirlab. Sabohatga oldingi turmushga chiqqanda ham go'shangiga kirish nasib qilmagandi. Avvalo bir haftadan keyin bo'ladigan davlat imtihonini yaxshilab topshirib ol. Asal oyi qochib ketmaydi, degan edi Mansur o'shanda. Bu safargisichi, bunisi boshqacharoq kechdi. Akramjon aka kelinchakning oldiga butunlay kirmadi. Kelinchak 100 xil xayolga bordi. Bugun juda charchaganlar, ertaga kirsalar kerak-da, degan o'y bilan uxlab qoldi. Sahar turib eriga tahorat suv qilib qo'ydi-da, ko'cha hovliga suv sepib supura boshladi.
Nusratning xotini Xadicha ham unga sherik bo'ldi. "Qo'yavering oyijon, men o'zim", dedi Xadicha. Sizga uyat bo'ladi-ya demoqchi ham bo'ldi. Mehmonxonada tunab, deyarli uxlamay, iztirob o'tida yonib chiqqan Akramjon aka ko'zlari qizarib chiqib keldi. "Sabohatxon", dedi u iztirobli, lekin qat'iy ovozda. "Siz supurmay qo'ya qoling." "Voy nega?" dedi kelin jilmayib. Kuyov to'ra yerga boqdi. "Umuman uyingizga keta qoling. Endi boshingiz ochiq. Uchtaloqsiz." Xadichaning qo'lidan chelagi daranglab tushib ketdi. Sabohat esa qotib qoldi va qo'lidan supurgi sirg'alib tushib ketdi. Akramjon aka nima qilarini bilmay, yana mehmonxonaga qaytib, uning eshigini taraqlatib yopdi. Kelin poshsho bir cho'chib o'ziga keldi. "Nima dedi?" Xadicha hayron bo'lib qo'lini labiga olib bordi. "Bu anavilarning ishi. Ular sizning ustingizdan tegirmon tosh yurgizishgan bo'lsa kerak." "Kim?" "Qayni egachilarim, keyin qaynog'am." Sabohat qizlarning unga nisbatan olayib qarashayotganini sezgandi. Demak, uning ustidan mag'zavani ag'darishib, yaxshigina tuhmat uyushtirishgan. Maqsad otalarini uylantirmaslik. Lekin mening aybim nima? Nima uchun nomim qora bo'lishi kerak? deya o'z-o'ziga savol berdi u. Shu payt ko'cha eshikdan Hidoyat kirib keldi. U g'oliblardek mag'rur edi. Paqirning ag'anab, supurgining yerda bir ahvolda yotganini ko'rib, kutilgan voqea yuz berganini tushundi. Endi bokschilardek nokdaun bo'lgan raqibni yana bir urib nokaut qilmoqchi bo'ldi. "Ha, kelin poshsho", dedi u beliga qo'lini tirab. "Kavushingiz to'g'irlanib qoldimi? Nima balo?" "Otam uni to'g'irlab qo'ydi shekilli. Xadicha, nima gap?" "O'shanaqa", dedi u ko'zlariga yosh olib. "Voy, boring bo'lmasa, oyichangizning narsalarini yig'ishtirishvoring. Tag'in qiynalib qolmasinlar." "Nima bo'lsayam nogiron", dedi Hidoyat masxara qilib. "Yo'q, men nima gap bo'lganini bilmaguncha hech qayoqqa ketmayman", dedi Sabohat alam bilan. "Nima gap bo'lardi? Otam seni uchtaloq qo'ydimi? Endi bor, ana katta ko'cha", dedi u barmog'i bilan ko'cha eshigini ko'rsatib. "Xo'p, ketaman. Otangizga ko'zim uchib turgani yo'q. Faqat chiqib tushuntirib bersinlar. Meni bu yerga keltirgunlaricha yalinib yolvordilar. Nima, men mol bozorida sotiladigan qo'ymanmi? Ko'chada yotgan teshik marjonsan, bildingmi? Mana men tushuntirib beraman, sen fohishasan. Avval ukamni yo'ldan urgan ekansan, endi otamni ham boshini aylantiryapsan." Shu payt mehmonxona eshigi ochilib, Akramjon aka jahl bilan chiqib keldi. "Hoy Hidoyat, og'zingni yum." "Voy, nega menga baqirasiz? Ana uningizga baqiring. Ket desa ham ketmay, bez bo'lib turibdi-ku." Sabohat gap nimada ekanini tushunib yetdi. "Ukamni yo'ldan urgan ekansan" degan so'z uning miyasida takror-takror jaranglay boshladi. Demak, Anvar katta tuhmat uyushtirgan. Uni fohisha deb atagan. Sabohat qo'lini sovuq ter qoplagan peshonasiga olib borib, hozir puxta o'ylab ish qilish kerakligini tushundi. Agar indamay ketaversa, eri uni haqiqatdan ham fohisha bo'lgani rost degan o'yga boradi. Tuhmat uyushtirganlar hammasi chapak chalishadi. "Yo'q, aslo, bunga yo'l qo'yishga haqqim yo'q. Unda o'zimni badnom qilgan bo'laman. Demak, taqdirimda yana bir sinoat bor ekanda. Faqat men uni yengibgina o'zimning ayollik sha'nimni himoya qila olaman. Bo'lmasa o'lganim yaxshi. Akram aka bilan turmush qurish shart emas. Muhimi tuhmatchini fosh qilish, o'z qadr-qimmatimni himoya qilish. Qismatimni naqadar ayanchli kechayotgani o'z yo'liga. Lekin nomimning ham yomon otliq bo'lishiga yo'l qo'ymasligim, buning uchun kurashishim va tengsiz kurashuvda yengishim shart", dedi qat'iy qarorga kelgan kelinchak o'ziga o'zi. Ana shunday azmi qaror bilan Sabohat Akramjon akaning ko'zlariga tik boqib oldi-da, mag'rur bordi. "Mayli, men sizga boshqa xotin bo'lmayman. Lekin men ayolman. Mening ayollik sha'nim, haq-huquqim bor. Qonun bor. Tuhmatni fosh qilib, nomimni oqlamay qo'ymayman. Farzandlaringizga ayting, endi mendan o'zlarini himoya qilishsin", dedi jiddiy va ichkariga kirib ketdi. "Hidoyat", dedi ota qiziga qarab. "Bu sening ishingmi?" Hidoyat qovog'ini uyib, tumtayib turaverdi. "Agar bu ishlar
tuhmat bo'lib chiqsa, mendan yaxshilik kutmanglar. Bor budimni mana shu nogiron ayolga xat qilib beraman. Uqdingmi? Bor yo'qol. Bu payt ichkaridan Sabohat chiqib keldi. Ikki raqib ayol to'qnash kelishdi va bir-birlariga jo'jaxorozlarday hurpayib qarashdi-da, biri ko'chaga, ikkinchisi oshxona tomon ketdi. Hamma gaplardan ogoh bo'lgan Xadicha piqillab yig'lab yubordi. Otajon, u kishini qaytaring. Bu gaplarning hammasi tuhmat. Mayli qizim, qo'yaver. Uni endi qaytarib bo'lmaydi. Sabohat haqiqatdan ham qaytmas edi. U to'g'ri tuman sudiga kelib, qancha sarf-xarajat bo'lsa ham yaxshi advokat topib berishlarini iltimos qildi. Unga tumanda o'z sohasida eng tajribali sanalgan, katta sud jarayonlarini yutib chiqishga erishgan advokatning manzilini berishdi. Advokat Javlonbek uning shikoyatini jon qulog'i bilan eshitdi. Hammasi tushunarli, dedi Javlonbek og'ir xo'rsinib. Ishingizning unchalik murakkab joyi yo'q. Zaksdan o'tganmidingizlar? Yo'q, faqat nikoh o'qildi xolos. Bir kun ham yashamadik hisob. Bu oiladagilar bilan yoki birortasi bilan ilgari tanishmidingiz? Yo'q, aslo. Biz Akromjon aka bilan sihatgohda tanishib qoluvdik. Farzandlari borligini bilmaganmidingiz? Ha, bir marta ko'rgani borishuvdi. Umuman ular otalarining uylanishiga qarshi bo'lib kelishgan ekan. Sabab bilmasam. Sababi meros bo'lsa kerak. Bu haqida eringiz bilan oralaringizda biror gap bo'lganmidi? Yo'q, men bu haqda o'ylab ham ko'rmaganman. Chunki meni bu narsa qiziqtirmaydi. Lekin farzandlarini qiziqtiradi. Agar qonuniy nikohga kirib olsangiz, unda eringizning mulkini yarmiga egalik qilardingiz. Agar farzand tug'ilsa, tushunarli, dedi Sabohat boshini ohista qimirlatib. Shuning uchun ham ular otalarining uylanishiga qarshilik qilib kelishgan bo'lishlari mumkin. Siz esa ota va farzandlar o'rtasidagi mana shu jiddiy holatning jabrdidasiga aylangansiz. Sizni oradan yo'qotish uchun tuhmat uyushtirishgan. Ha, lekin mening bo'ynimga fohisha degan talqillanatni ham ilib, nomimni qora qilishmoqda. Agar bunday gap so'zsiz ket deyishganda ketaverardim. Ketmasdingiz. Chunki besabab inson kuchugini ham ko'chaga haydamaydi. Demak, yomonotlik qilib, tuhmat qilish yo'li bilangina sizni haydashga muvaffaq bo'lishgan. Javlonbek aka, nima deysiz? Men yutib chiqishim mumkinmi? Mening emas, bizning yutishimiz aniq va ravshan. Men avvalo Akromjon aka, o'sha Anvar va boshqalar bilan suhbatlashib chiqaman. Siz sudga arizani yozib beravering. Lekin mening maqsadim turmushimni tiklash emas, balki tuhmatchilarni qonuniy jazolash. O'zimning pokiza ayol ekanimni isbotlash xolos. Men o'zimni haqoratlangan, xo'rlangan deb hisoblayman. Xuddi ana shu so'zlarni arizangizga yozing. Advokat Sabohatning yuragiga umid uchqurlarini yoqib, hurmat bilan kuzatib qo'yarkan, 2 kundan keyin xabar olishini tayinladi. Kelinchak yana yakka-yu yolg'iz shahardagi hayhotdek to'rtburchak tagida yashay boshladi. Lekin bu yerda uning dardini tinglaydigan na tuynuk, na olov, na kiyik, na buloq va na baliq bor edi. Faqat balkonga chiqib mashinalar shovqini-yu, ifloslangan havodan nafas bo'lib, go'yo zanjirband qilingandek kun bo'yi o'tirardi. U iztirobga aylangan 2 kunni 2 yildek sabr bilan kutdi. Men Sabohatning pokiza ayol ekaniga ishonaman, dedi Akromjon aka advokat bilan suhbatda xo'rsinib olarkan. Nimayam qila olardik, peshonamizga shu ishlar ham yozilgan ekanda. Mabodo opa haq bo'lib chiqsalar, nima qilmoqchisiz? Uzr so'rayman. Qaniydi shunday bo'lsa? Unda farzandlaringiz qora bo'lib qolishadi-ku. Yo'q, ularga bu bir maktab bo'lardi. Insonning pokiza dilini vayron qilish qanchalar gunoh ekanini qani edi tushunib yetishsa. Bo'lmasa, o'g'lingiz Anvarjonni shu yerga chaqirtirsangiz. Sizning guvohligingizda ba'zi narsalarni so'ramoqchiman. Faqat siz aralashmay o'tirsangiz. Akromjon aka advokatning bu tutgan yo'lida bir ish chiqishi mumkinligiga ko'zi yetdi. Ish qilib tuhmat qilganini tan olarmikin degan savol xayolidan o'tdi. Lekin o'g'li ota huzurida advokatning savollariga jasorat va matonat bilan javob qaytarib, o'zini jang maydonidagi jasur askardek tutdi. Chunki mabodo tuhmat qiluvdim deb tan olsa,
Otasining oldida beburt bo'lib qolardi. Bo'lar ish bo'lgan, loy qolipdan ko'chgan. Ayachasi uydan ketib bo'lgan. O'zi yo'qning ko'zi yo'q qabilida ish tuta boshladi. Anvarjon, biz bu yerda 3 ta erkak o'tiribmiz. Shuning uchun faqat to'g'risini aytavering. O'sha gaplar rostmi? Anvar ha rost degandek boshini qimirlatib qo'ydi. Bu ish qayerda bo'lgandi? Shaharda. Manzili esimda yo'q. Mabodo birga borsak ko'rsata olasizmi? Yigit qizarib o'rnidan turib ketdi. Nima keragi bor? Sizdan jiddiy so'rayapman. To'g'risini aytavering, dedi advokat va Anvarga yuzlandi. O'yinni o'zlaring boshlab qo'ydinglar. Endi oxirigacha yetkazib qo'yinglar-da. Opa ketgan, endi u qaytib kelmoqchi ham emas. Zaks ham bo'lmagan ekan, mulkka, merosga da'vogarlik qila olmaydi. To'g'risini aytavering. Nima uchun? Deb so'radi Anvar to'satdan. Otangiz qilgan ishidan pushaymon bo'lmasligi uchun, ko'ngli taskin topishi uchun. Shu xolosmi? Shu xolos. Oxunboboyev ko'chasi, 12-uy, 4-kvartira. U yerda kim yashaydi? Bir kampir. Ismi? Bilmayman. Demak, o'sha yerda kuygan, to'g'rimi? Shunaqa. Yaxshi. Siz opani o'sha yerda ko'p uchratganmisiz? Ha. Oxirgi marta taxminan qachon? 1 yilcha bo'ldi. Hozir avgust oyi, demak, o'tgan yili avgustda. Nima, siz tergovchimisiz? Yo'q, oddiy advokatman. Mening ishim faqat adolatni tiklash, otangizni himoya qilish. Faqat yigit sifatida bir gapning to'g'risini aytsangiz, siz ham u bilan bo'lganmisiz? Anvar yer chizib qoldi. Peshonasi tirishdi. Beixtiyor boshini qashladi. Yuzini kafti bilan surtdi. Shu narsani aytishim shartmi? Aytaver o'g'lim, gap oramizda qoladi. Bo'lgan bo'lsa bo'pti-da. Ha, bo'ludi. Bo'pti, rahmat. Sizni boshqa bezovta qilmayman. Faqat endi sudda guvoh sifatida shu ko'rsatmangizni tasdiqlaysiz xolos. Sud? Qanaqa sud? Opa otaxonni sudga bergan. Otangizni himoya qilarsiz. Yoki gaplaringizning hammasi yolg'onmi? Yolg'on bo'lsa otadan, opadan uzr so'rashingiz va ehtimol ular rozi bo'lsalar, yana qayta nikohlatib, zagisdan ham o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, gaplaringiz hammasi to'g'riligini tasdiqlaysizmi? Ha. Unda mana bu qog'ozga imzo qo'ying. Bir rasmiyatchilik. Anvar biroz o'ylanib qoldi. Qo'l qo'y. Men ham qo'yib berdim, o'g'lim, dedi otasi. Nima dedingiz? Nima derdim, fohisha ekan. Haydab soldim dedim-da. Anvar bir advokatga, bir otasiga qarab oldi-da, imzoni shartillatib qo'yib tashladi. Bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat. Men ketdim bo'lmasa. Advokat xayr-xo'sh qilib chiqib ketdi. Bilib qo'y. Yigit so'zidan, arslon izidan qaytmaydi. Bardam bo'l, dedi ota o'g'liga. Sud ishlari boshlanishiga yaqin qoldi. Advokat Javlonbek uzul-kesil g'olib kelish va ayolning hurmat e'tiborini tiklash uchun inkor qilib bo'lmaydigan hujjatlar yig'ishda davom eta boshladi. Buning uchun tuman ichki ishlar bo'limining boshlig'i Isoq Ismoilovning ham oldiga kirib chiqishga majbur bo'ldi. Keling advokat do'stim, xo'sh, xizmat. Bir arzimagan ish. Bir ayolni avvalgi yashash joyidan ma'lumotnoma so'rab borsam, daftarlariga qarab u o'lgan, berolmaymiz deyishyapti. Bo'lmasa, o'lgan degan hujjat olavermadingizmi? Axir u tirikda, erga ham tegdi. Eri uni haydagani uchun sudga ham berib ulgurdi-da. Qiziq, kim ekan u ayol? Sultonova Sabohat. Tanish-ku. Mabodo haligi o'z-o'zini yoqqan ayolni aytmayapsizmi? Deb so'radi boshliq ko'zoynagini stolga qo'yib. Ha, bilarkansiz-ku. Axir u deputatimizning qizi-ku. Shunaqami? Nima gap o'zi? Qani, bir boshdan gapirib bering-chi. Advokat bo'lgan ishlarni o'z bilganicha aytib berdi. Oh, deb qo'ydi boshliq boshini siltab. Bu qanaqa baxtiqaro qiz ekan-a? Shuncha ko'rgiliklari kamlik qilibdi-da. Ish qilib, u yana o'z joniga qasd qilmasin-da. Menga qarang uka. Siz bu ayolni istaysizmi, istamaysizmi himoya qilishingiz shart. Agar yutib chiqmasangiz, u o'zini haqiqatdan ham o'ldiradi. Bilib qo'ying, bunga siz javob berasiz. Axir men, dedi Javlonbek dovdirab.
Bu hazil emas, katta ishga qo'l uribsiz. Bitta ojiza ayolga qarshi butun boshli oila turibdi. Uni faqat dalil-isbot bilan oqlay olasiz. Ular to'liq bo'lmaguncha sudni to'xtatib turish kerak. Bu ishni shaxsan o'zim nazorat qilaman. Qo'lingizga ayolning yaqin o'tmishi haqida rasmiy ma'lumotnomani mana men beraman. Unga sud ekspertiza xulosalari, fotosuratlarni ham ilova qilaman. Kechirasiz, mijozim qayerda yashagan o'zi? G'orda, yovvoyi bo'lib, oyog'i zanjirband etilgan holatda. Men chindan so'rayapman, dedi Javlonbek kulib. Men esa siz bilan hazillashayotganim yo'q, dedi boshliq va shkafni ochib allaqanday papkani topdi-da, uning ichidan Sabohatning o'z-o'zini yoqib yuborgan paytidagi fotosuratni olib uzatdi. Advokatning og'zi ochilib qoldi. Endi Anvardan so'rang. 2 yil oldin shu ayol bilan bo'lganmikan? Agar ha desa, unga orden beramiz. Advokat chiqib ketgach, Isoq Ismoilovich yangi gapdan xabardor qilib qo'yish uchun tuman prokurori Said Akbarovga qo'ng'iroq qildi. Ha, bu juda jiddiy ish, dedi prokuror o'ychan. Otasi Akbar Soliyevichning bundan xabari bormi? Yo'q, xabardor bo'lmasalar kerak. Mayli, u kishiga aytmay qo'ya qolaylik. Lekin sudda kuzatuvchi sifatida ikkalamiz ham ishtirok etishimiz kerak bo'ladi. Ha, albatta. Bu ishga mahalla ko'yni ham, keng jamiyatchilikni ham jalb qilish kerak, toki ayollar o'z haq-huquqlarini himoya qila bilishsin. Ha, menimcha o'z joniga qasd qilish qonunni bilmasliklaridan kelib chiqyapti. Adolat uchun kurashish kerakligini, qonun ustuvorligini bilib qo'yishlari kerak. Men viloyat xotin-qizlar kengashiga ham qo'ng'iroq qilib, sudda ishtirok etishlarini eslatib qo'yaman. Bu jarayonni matbuotda ham yoritish kerakmikan? Shoshilmang. Avval yutib olaylik.